Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men Minecraft kanali. Bugun do'stim bilan birga bir PvP qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Yo do'stlar, mana do'stim. Qani bo'lmasam parkour PvP boshlandi. Xo'p, qani ketdi. Birinchi bo'lib bunga kamonda hujum qilamiz. Yaxshi. Endi bular qilichga tashlaymiz. Qani bo'lmasam qilichlar jangi. Qilichlar jangi. U qilichda yaxshi jang qiladi, ammo men qochib jang qilaman. Xo'p, blokda tepaga chiqib ketamiz va kamonda uni otishga harakat qilamiz. Do'stim juda ham xavfli o'yinchi, u juda ham tajribali jangchi. Apple olamiz va unga boltada hujum qilamiz. U juda ham kuchli, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, PvP'miz 3 raunddan iborat bo'ladi. Birinchi raund, ikkinchi raund hamda uchinchi raund. Hozir birinchi raundni ko'ramiz. Oddiy qo'limda urushaman do'stim, sen bilan. Oddiy qo'lda qilichsiz jang qilaman do'stim, sen bilan. Ishonmaysanmi? Do'stim, sen bilan oltin olma yemasdan jang qilaman, ko'rasan, qarab tur, yutaman sen. Oltin olma yemayman do'stlar. Shunchalik kuchliman. Ke. Va mana sen. Ke qochsan. Va do'stlar, mana birga bir qilchlashamiz, qaniki. Va do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, birga bir qilchlashamiz. Hozir kim kuchliligini ko'rib olamiz. Menda 3 ta jon, menda 3 ta jon. Va do'stlar, birinchi raundda afsuski men do'stim g'alaba qozondi. Endi sizlar bilan ikkinchi. Va do'stlar, bizda ikkinchi raund ham bo'lmasam boshlandi. Va do'stlar, ikkinchi raundda buni yutishga harakat qilaman. Ham bo'lmasam ketdi. Va men yutaman aniq do'stlar bu raundda, chunki men bundan oldingi raundda ateng unga mag'lubiyatga uchrab bergan edim, lekin bu safar men yutishga harakat qilaman. Va hozir men buni o'ldiraman do'stlar. Qochma, jon oz qoldi menimcha. Hozir buni o'ldiraman. Men o'ldiraman hozir buni. Xo'p do'stlar, ikkinchi raundda men yutdim. Endi esa uchinchi raund ko'rishingiz mumkin. Qorong'i tushyapti va bu hal qiluvchisi. Ko'ramiz kim yutadi. Kim yutishini hozir ko'ramiz. Do'stlar, menda 3 ta jon qoldi. Unda ham jon oz. Do'stlar, va do'stlar, ko'rishingiz mumkin, men mag'lub bo'ldim. Do'stim mendan kuchli ekan. Endi esa agar shu videoni ikkinchi qismini chiqarishimni xohlasanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va do'stlar, videoning ikkinchi qismini ko'rishni xohlasanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.